Endi bu men uchun to'g'risi bunaqa savol berish umuman o'rinsiz deb hisoblayman. Birov yaratib qo'ygan jannatga borib yashash oson. To'g'ri. Osonda o'sha jannatni o'zingni yurtingda, o'zingni insonlaring bitta o'zi borib yashayapti. Chunki ko'pincha o'ylashadi, El-yurt umidi jamg'armasiga borsam, men shu orqali o'qishga ketsam bo'ladi deb. Uzoq 20 ta 30 talab yoshlar ketardi va ularni deyarli hammasi qolib ketgan. Kamdan kami O'zbekistonga qaytib ketdi. Siz qolganlarni bilmaysiz-ku. 100%. Sizga to'langan pullar bu xalqning puli. Uning ichida faqatgina nima deydi, boshqa begona odamlarni puli emas, balki o'zingizning ota-onangizning, o'zingizning qarindoshlaringiz, o'zingiz ishlagan bo'lsangiz, buni menimcha hamma o'zi biladi. Oila ulug' umuman bu faqat ayol kishi uchun emas, erkak uchun ham oilasi birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Karyera, oila nimaga tanlashim kerak deyman doim. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. O'zbekligimda yana yangi bir mehmonimiz. Bugungi suhbatdoshimiz Amira Askarova, El-yurt umidi jamg'armasi stipendianti. Amerikada Jorj Vashington universitetida o'qib, mana malakalarini oshirib, yana o'zimizning O'zbekistonga qaytib kelgan yoshlarimizdan. Assalomu alaykum. Avvalambor rahmat taklif qilganingiz uchun. Ismim Askarova Amira. AQShda Jorj Vashington universitetida magistrlik darajasini ta'lim sohasida olib qaytganman. Hozirda o'z faoliyatimni ta'lim sohasida davom ettirmoqdaman. Bakalavr va magistrlik darajam bor O'zbekistonda. O'zbekiston davlat jahon tillari universitetida xorijiy til va adabiyot fakultetida o'qiganman. Keyinchalik magistrlik darajamni Sharqshunoslik universitetida iqtisod mutaxassisligim bor. Hozirgi AQShda o'qib kelgan mutaxassisligim esa bu ikkinchi mutaxassislik desam adashmagan bo'laman. Bizga shu El-yurt umidi jamg'armasiga qanaqa qilib arizalar topshiriladi yoki ular o'zi sizni taklif qiladimi? Mana shu yo'nalishlarini ham tushuntirsangiz, chunki juda ham ko'p yoshlarimiz bunga qiziqadi. Mana hozir bakalavr tugatib borish, magistraturaga borish afzalmi yoki o'sha birinchi kursdan boshlab oladigan yo'nalishlari ham bormi? Shular haqida ham bir kengroq tushuntirib bersangiz. El-yurt umidi jamg'armasi har yili tanlov e'lon qiladi va bu tanlovda siz o'zingiz hujjat topshirishingiz kerak bo'ladi. Birinchi bosqich bu onlayn ravishda davom etadi. Ya'ni siz o'z hujjatlaringizni onlayn platformada registratsiyadan o'tkazishingiz kerak bo'ladi va undan keyin bizda suhbat bo'lgan. Suhbat jarayonida shu 13-14 kishiga yaqin o'z sohasini mutaxassislari, ekspertlar, olimlar, professorlar suhbat o'tkazishgan va shu suhbat jarayonida siz o'zingizdagi bor potensialingizni ko'rsatishingiz va undan tashqari nimaga siz o'zi chetga ketyapsiz, nimaga aynan universitetni tanladingiz, nega aynan shu sohada o'qigansiz, mana shu narsalarni ularga ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. O'zingizni motivatsiyangizni namoyon qilishingiz kerak bo'ladi. Tanlov suhbat jarayoni tugagandan keyin 1 oy ichida javoblar chiqadi. Ya'ni sizga ball berishgan bo'ladi va har bitta sohalar bo'yicha o'zi kvota ajratilgan bo'ladi. Va o'sha kvotalar asosida sizni ballingizni ketma-ketligida natijalar e'lon qilinadi. Bu endi men topshirayotgan paytim shunaqa jarayonda bo'lgan, lekin hozirgi jarayonda ancha islohotlar qilingan. Birinchi bosqichda yana test topshirish jarayoni ham qo'shilgan. Endi buni El-yurt umidi jamg'armasini veb-sayti orqali to'liq ma'lumot olishsa bo'ladi. Undan tashqari ularning Telegram, Instagram, Facebook kanallari ham mavjud. Hozirda yana tanlov ketyapti, aytib o'tishim kerak. Chet elda o'qishni xohlagan yoshlardan chet eldagi joylashgan universitetga qabul qilinganlik to'g'risida xati bo'lish kerak. Demak, oldin siz institutni o'sha o'quv dargohini tanlab, u yerga hujjatlaringizni topshirib, u yerga qabul qilinganingizdan keyin bizni davlat tomonidan o'sha El-yurt umidi jamg'armasi tomonidan komissiya hal qiladi sizni o'sha u yerdagi o'qish xarajatlaringizni qoplash yoki qoplamaslikni. Bu jarayonni yana ozgina tushuntirib o'tsam, chunki ko'pincha o'ylashadi, El-yurt umidi jamg'armasiga borsam, men shu orqali o'qishga ketsam bo'ladi deb, lekin bunday emas. Siz universitetingiz top 300 universitetlar qatoridan joy olgan bo'lishi kerak. Undan tashqari hozir top 100 universitetlarni ham tanlovsiz, agarda 100% grantga qabul qilingan bo'lsangiz, tanlovsiz sizni xarajatlaringizni qoplab berish imkoniyati bor. Agar top 300 bo'lsa, siz tanlovda ishtirok etasiz. Bunda siz allaqachon universitetga qabul qilingan bo'lishingiz kerak. Ya'ni sizni jamg'arma universitetga jo'natmaydi yoki hujjatlaringizni o'tga topshirishga yoki o'qishga topshirishga siz tayyorlamaydi. Va siz o'zingiz hamma narsani hal qilgan, ya'ni tayyor universitetga qabul qilingan holatingizda tanlovda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi.
va o'sha tanlovda ishtirok etayotganda magistrlik darajasiga ya'ni siz topshirgan bo'lsangiz sizda ish tajribangiz bo'lishi kerak 1 yil. Hozirgi yangi farmon bo'yicha sizni 1 yillik ish stajingiz xohlasangiz bakalavrdan keyingi davrda yoki bakalavrda o'qiyotgan paytingizdagi parallel ravishda ishlagan davringiz ham ish tajribasi sifatida qabul qilinishi aytib o'tilgan. Chunki men o'zim borib o'qib kelganim uchun menga savol berishadi. Men shunaqa topshirmoqchiman jamg'armaga. O'qishga ketmoqchiman, keyin men so'rayman. Senda o'zi topshirganmisan, o'qishga qabul qilinganmisan, dokumentlaringiz bormi, yo'qmi? Yo'q deyishadi. Keyin ularga tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda siz o'zingizni tayyorlab, hammasi o'sha qanaqa sertifikatlar talab qilingan bo'lsa, topshirayotgan yo'nalishingizda yoki sizni o'sha umuman universitet tarafdan qanaqa talablar bor, ularga to'g'ri kelasizmi, to'g'ri kelmaysizmi, o'zingiz tayyorlanib, bu o'zi jarayon menimcha 1 yil yoki yarim yil davom etadigan jarayonda. Chunki siz bilmaysiz, siz yo'nalishingizda qanaqa talablar borligini. Shu siz aytganingizdagi o'sha El-yurt umidi jamg'armasiga qanaqadir zakazga o'xshab nima deydi, buyurtmalar keladi va bu jamg'arma o'sha yoshlarni imtihon qilib, o'sha boya aytganingizdek komissiya orqali tanlab o'sha universitetlarga bo'lib yuboradi deb o'ylardim. Yo'q, unaqa emas. Unaqa emas ekan. Yo'q, unaqa emas. Siz universitetga qabul qilingan bo'lishingiz kerak. Sizda shartli yoki shartsiz ravishda universitetga qabul qilinganligingiz to'g'risida xat bo'lishi kerak. Ya'ni o'shandan keyin siz tanlovda ishtirok eta olasiz va tanlovda shu qatnashayotganlar orasidan eng arziydigan deymizmi yoki eng salohiyatli kadrlar deymizmi, o'shalarni tanlab olish bu o'sha jamg'armani vakolatiga kiradi va undan tashqari ularni keyinchalik xarajatlarni qoplab berish ham jamg'arma tomonidan amalga oshiriladi. Nechta masalan 1 yilda bola yuboriladi, o'quvchilar? Buni sonini men hozir aniq bilmayman. Bilmaysiz? Yo'q, aniq bilmayman, lekin o'sha jamg'arma tomonidan qilingan statistikalarga qarasak bo'ladi, internetda bular mavjud. Bu yil mana 350 ta talaba jo'natilgan ekan. Demak, bu yaxshi ko'rsatkich. Agar yiliga 350 ta bizning o'quvchilarimizni o'sha xarajatlarini davlat tomonidan qoplab berilayotgan bo'lsa, bu juda ham yuqori ko'rsatkich men uchun. Endi shu 350 tadan hammasi qaytib keladimi? Shu savolni ham bermoqchiman sizga. Ilgari shu Umid jamg'armasi orqali ketganlarni, bizning yoshimizda, biz paytimizda ham bor edi. Buni 350 talab emas, uzoq 20 ta, 30 talab yoshlar ketardi va ularni deyarli hammasi qolib ketgan. Kamdan kami O'zbekistonga qaytib kelgan. Bu endi bir 20-30 yil oldingi statistikani aytyapman. Hozir qanaqa bu shart bormi sizlarga qaytib kelish yoki bu ham ixtiyoriymi? Albatta davlat pul tikyaptimi, investitsiya qilyaptimi? Buni albatta qaytish kerak, qaytib davlatga. Chunki o'zi bilamiz, investitsiyaning ham sharti shu, siz investitsiya qilganingizdan keyin siz uni mevasini ko'rishingiz kerak bir necha yillardan keyin. O'shaning uchun bizda o'zi kontrakt tuziladi jamg'arma va o'sha bizni kafillarimiz orqali. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Kontraktimizda o'sha yozilgani bo'yicha meni davrimda shu biz qaytib kelishimiz kerak. Ya'ni magistratura yo'nalishida 3 yil o'qiganlar qaytganidan keyin 3 yil davomida olgan bilimlarini davlatimiz rivojiga ishlatishi va mana shu yerda ishlab islohotlarda faol qatnashishi o'zi ko'rsatilgan. Hozirgi farmon bo'yicha ham xuddi shunday, lekin u yerda yana bir narsa ko'rsatib o'tildi. Qaytib kelmagan stipendiantlar ularga qilingan xarajatlarni 2 baravar qaytib berish kerak bo'ladi. Demak, shartnomalarda bu narsa ham ko'rsatiladi va bu majburiyat o'sha yoshlarga. Bu majburiyat boshidan sizni yelkangizga yuklanadi va siz o'zi umuman jamg'armaga topshirdingizmi, chet elga ketyapsizmi, siz bilib ketasiz qaytib kelishingiz shartligini. Va mana shu mas'uliyatni olishga tayyor bo'lgan yoshlarga men maslahat bergan bo'lardim. El-yurt umidi jamg'armasi orqali chet elda ta'lim olib qaytishni. Qaysi universitet dedingiz, yana bir marta qaytaring? George Washington universiteti. AQShda. Bu qaysi shtatda? Poytaxtida, Washington DC. Shu yerda joylashgan. Ya'ni Oq uyga bir aytsam bo'ladi, bir juda yaqin. Binolarimiz deyarli yonma-yon joylashgandi. Bilamiz, o'zi Washington bu juda ham siyosiy shaharlardan biri, ko'p qarorlar qabul qilinadigan shahar va universitetim ham o'sha shaharda joylashgan va top 300 universitetlar qatoriga kiradi. O'qish qanaqa bo'ldi? Qiyin bo'lmadimi? O'qishga keladigan bo'lsak, albatta O'zbekistondagi ta'lim tizimidan juda ham farqli taraflari juda ham ko'p edi. Qiyinmi, osonmi? Qiyin. Juda ham o'zi o'qishga qabul qilinish jarayoni ham qiyin. Undan tashqari o'qish jarayoni ham qiyin va o'ylayman bu har bitta xalqaro talabani boshidan o'tgan bo'lsa kerak. U yerda siz o'qish jarayonidan tashqari ko'plab boshqa muammolarga
ham duch kelasiz. Masalan, Masalan aytish mumkin madaniy shok, kulturniy shok, culture shock boshqa tillarda. Ya'ni ularda umuman yashash tarzi, o'zini tutishi, kiyinishi, ovqatlanishigacha bizni davlatimizdan farq qiladi va shunga yarasha lekin ularda universitetlarda xizmatlar mavjud xalqaro talabalarga, ya'ni adaptatsiya jarayonida qo'llab-quvvatlaydigan yoki qandaydir psixologik yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol borib murojaat qilishingiz mumkin va ularda o'sha xalqaro talabalar bilan ishlaydigan bo'lim bor. Muntazam ravishda ishlashadi va u yerda o'sha emallaringiz yaxshi ishlab turishi kerak, chunki eshikni taqillatib xohlagan paytingiz bora olmaysiz. Oldindan ro'yxatdan o'tib, email orqali ularni ogohlantirib, keyin borishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari xalqaro talabalar uchun juda ham ko'p tadbirlar o'tkaziladi va sizni o'z uyingizdagidek his qilishingizga yordam berishadi. Boshida albatta menda ham shunday muammolar bo'lgan, chunki men birinchi marta chet elga chiqishimda uzoq muddatga ketganman. O'ylaymanki, o'g'il bolaga nisbatan qiz bolaga qiyinroq deb o'ylayman. Shunaqa, lekin akademik taraflama ham anchagina farqlar bor. Baholash sistemasida, umuman o'qituvchilarning dars o'tishida, bu tarafda ham juda ham katta talablari ham kuchli. Talablari ham kuchli. Dars qabul qilib olish, qaytarib olish talablari ham. O'tgan yili sentyabr oylarida men ham shu AQShning bir nechta shtatlarida bo'lib keldim. O'sha siz aytgandek Washington shtatida ham bo'ldim, Washington DC deylar ekan. O'sha Oq-uy, Nyu-Yorkdan ko'ra menga Washington juda ham yoqdi, juda ham tinch, o'zimizdan Toshkentga o'xshab ketadigan joy ekan. Lekin Nyu-York haqiqatdan boyagi siz aytgandek madaniy shok oladigan joy. Bizani o'zbeklarni juda ko'pi u yerda o'rgana olmayotganini ko'rdim. O'sha siz aytgandek tasavvur qildim, hozir u yerda qiyin bo'lyapti deganingiz va yoshlarni juda ko'p ko'rdim. Washingtonda haqiqatan ham universitetlar juda ko'p ekan. O'qish sistemasi haqida ham gaplashdik. Biz Bostondagi universitetga bordik. Bostondagi Garvardda bo'ldik. U yerni ham hamma yog'ini ko'rib, o'sha ekskursiyalar qildik. U yerda bizani o'sha yosh o'qituvchi bo'lib ishlayotgan o'zbeklar bor ekan, o'quvchi o'sha studentlar bor ekan. Ular bilan ham gaplashdik, lekin ko'pchiligi qolishni afzal ko'rayotganini aytishdi-da. Shunga qanaqa qaraysiz? Nimasi bilan o'zini jalb qilyapti chet elda yoshlarimiz yoki u yerdagi sharoitlar bizda yo'qmi? Masalan, mana siz qaytdingiz. Yana borish istagingiz bormi? Endi u yerda o'qiyotgan va o'zini hisobidan ketgan talabalarni qolishi menimcha birinchi o'rinda mablag'iga borib taqalsa kerak deb o'ylayman. Chunki ular o'zlariga shunaqa katta summada investitsiya qilishgan va u investitsiyani bir necha barobar qilib qaytarish imkoniyatiga ega bo'lishmoqchi. Ya'ni bilamiz, baribir ham bizning davlatimiz va AQShni oyliklari o'rtasida, umuman ularning narx-navosini o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Shuning uchun ham masalan u yerdagi ishlarga o'zi joylashni o'zi qiyin, lekin joylashganingizdan keyin oyliklari kattaroq, nisbatan ular oyliklar qiziqtiradi va undan tashqari ularda byurokratiya nisbatan kamroq. Bu so'zni ishlashim qanchalik to'g'ri bilmayman. Chunki u yerda ko'p narsa onlayn hal qilinadi-da. Masalan, ishga topshirish jarayoningiz ham onlayn, intervyular ham onlayn bo'ladi ko'pincha. Undan tashqari ishdan keyin siz agar ishga qabul qilishsa, ishdan keyingi jarayonlaringiz ham hammasi qanaqadir ham qog'ozlarsiz, faqat onlayn ravishda davom etadi. Endi bizda baribir hujjatlarni olib borish yoki intervyu desa onlayn emas, borishadi ko'proq qabulga. Kimdirga yoqadi, kimdirga yoqmaydi, lekin men o'ylayman birinchi bu o'sha ularni o'rtada ushlab qoladigan narsa mablag' deb o'ylayman. Chunki ular o'zlariga katta investitsiya qilishgan. Lekin masalan men o'z hisobimdan to'lamaganman. Menga davlat to'lagan. Shuning uchun men qaytib kelish majburiyatini bilib, his qilib ketganman va menda hech qachon qolib ketish istagi tug'ilmagan. Lekin hozirda yana borib doktorlik darajasini yoki PhD qilish niyatim bor. Bu endi necha yillik bo'ladi bilmayman. U yerda nisbatan 3 yildan davom etadi-da. Masalan, kimdirlar 5 yilda, kimdirlar 6 yil. 8 yilda doktorlik, PhDlik qilgan darajalarni olganlar ham borda. Ularda bu ilmiy daraja olishga juda katta e'tibor qaratishadi va hech qachon masalan sen ilmiy ishingni tezroq qilishing kerak, 1 yilda qilishing kerak yoki 2 yilda qilishing kerak degan narsa yo'q. Siz qachonki ilmiy ishingizni chuqur o'rganib chiqib, qachonki siz tayyor bo'lsangiz, rostdan ham sizni o'sha qilgan ilmiy ishingiz foyda olib keladigan bo'lsa, o'sha paytda siz himoya qilishingiz mumkin va o'sha darajani qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi-da. Mana shu taraflari to'g'ri o'zi umuman AQSh men uchun eng zo'r bilim beradigan davlatlardan bittasi deb hisoblayman. Biz ham o'sha darajaga yetib borishimizga ishonaman,
lekin hozircha biz u darajada emasmiz. Shuning uchun ham mana jamg'arma bor, stipendiatlarni jo'natib, ularni qaytib kelib o'zimizdagi tizimni rivojlantirish uchun harakat qilyapti. O'sha qaytib kelib o'sha yerda o'qib, malaka oshirib, o'zini o'sha tajribasini oshirgan insonlar qaytib kelib bizda ham mana o'sha sistemani, o'sha jamiyatni qurishga harakat bo'lsagina bizda ham o'sha Amerikadagi endi jannat deb tasavvur qilishadi-yu, lekin bu juda ham noto'g'ri narsa. Chunki o'zim borib ko'rdim, 2 marta bordim Amerikaga. Ikki safar ham fikrlarim salbiy. Endi to'g'risini aytaman, balki meni yoshim katta bo'lgani uchundir. Lekin u yerdagi odamlarni ham gaplashganini ko'ryapman. O'zbekiston yaxshiroq men uchun. O'zbekistonda sharoitlar, imkoniyatlar ko'proq deb o'ylayman. Boya aytyapsiz, oilalar katta deyapsiz, lekin oilalar katta bo'lganlar xarajatlar ham shunga yarasha katta. Ijara haqlari, o'sha yashash, oziq-ovqat, u tomonlarni, meditsina tomonlarini ham aytib o'tish kerak bu yerda, o'sha haqiqatni aytish kerak. Oson emas. Mana shu narsalarni ham solishtirib ko'rganda, menimcha O'zbekiston afzalroq deb bilaman. O'qishsin, men 100% o'sha chet ellarda yoshlarimiz o'qishiga tarafdoriman. Ishlashsin, o'rganishsin, lekin baribir ular o'zini kuchli tomonlarini, o'sha kuchaygan paytini O'zbekistonga berish kerak deb o'ylayman. O'zbekistonni rivojlantirishga hissalarini qo'shishlari kerak deb o'ylayman. Chunki birov yaratib qo'ygan jannatga borib yashash oson. To'g'ri. Osonda o'sha jannatni o'zingni yurtingda, o'zingni insonlaring bitta o'zi borib yashayapti. Bu yoqdagi yurtdoshlari endi uni nazarida unaqa zo'r yashamayapti-da. O'sha narsani shu yerda yaratish boshqacha narsa va men kelajakda baribir shunaqa sizlardagi yoshlar shu narsani yaratishadi deb o'ylayman. Sizlarga bu joyda kuch-quvvat, keyin vatanparvarlik, millatparvarlik his-tuyg'ularini ko'proq bo'lishini xohlayman. Hozir bu yerda ishlayapsiz, mana endi keling davom ettiramiz. To'g'risini aytavering. Yo'q, to'g'risi yaxshi, chunki ish topdingiz, hozir ishlayapsiz. Ha, o'zi bizda ham hozir chet elda ta'lim olib qaytgan va undan ham ko'ra El-yurt umidi jamg'armasi stipendianti bo'lib, chet elda o'qib ta'lim olib qaytgan yoshlarga juda ham katta e'tibor berilyapti. Ular uchun yaxshi sharoitlar bor. Masalan, undan aytib o'tishim kerak. Agarda siz qaytib kelib o'zingizning sohangizda faoliyat yuritadigan bo'lsangiz, sizga nadbavkalar deydimi? Ustamalar, qo'shimchalar belgilangan qonunchilikda. Ya'ni universitetingiz top 100 ga kirsa, adashmasam, aniq esimda emas, 30% gacha. Agarda universitetingiz top 300 ga kirsa, 20% gacha sizga o'sha ustama haqlari qonunchilikda belgilab qo'yilganda. Ya'ni narsa o'sha qaytganingizda ishni o'zingizlar qidirib topasizlarmi yo sizlarga ishlarni tayyorlab qo'yishadimi? O'zi ketayotganingizda siz kafolat xatlari olasiz. Ya'ni ish bilan ta'minlash bo'yicha va moliyaviy jihatdan sizni kafolat xati beradigan ikkita kafilingiz bo'ladi. Qaytib kelganingizdan keyin sizni ishingiz tayyor bo'ladi, borib o'sha yerda ishlashingiz mumkin yoki kontraktimizda ko'rsatib o'tilgan, agarda siz ishingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, ikki tomonlar birga kelishgan holda ishingizni o'zgartirsangiz bo'ladi. Lekin o'zi aslida ishingiz tayyor bo'ladi. Sizda hech qanaqa muammolaringiz bo'lmaydi ish qidirish bo'yicha boshqa va kelib o'sha tashkilotingizda o'z ishingizni boshlab, faoliyatingizni davom ettirishingiz mumkin bemalol. Undan tashqari shu hozir aynan shu jamg'arma stipendiantlariga katta e'tibor qaratib, ular hozir katta rahbarlik darajasiga tayyorlanadigan ro'yxatning ichida turishgani uchun ham bu ularga yana bitta plus deb o'ylayman. Va undan tashqari umuman o'zi jamg'arma stipendianti sifatida men to'g'risi faxrlanaman. Bu yutug'im bilan, umuman jamg'arma stipendianti bo'lganim bilan. Chunki bu stipendiyani hamma ham qo'lga kirita olmaydi-da. Kirita olmaganlar ham bor. Masalan, bir necha urinishda jamg'arma stipendiantiga aylanganlar bor-da. Bizda bu narsaga talab juda ham katta, chunki bilamiz, bizdagi oyliklarimiz oladigan bo'lsak ham, masalanda, ming ota-onangiz ham yaxshi ishda ishlab ham sizni chet eldagi xarajatingizni qoplab berishi juda ham og'ir-da. Qiyin va shuning uchun ham jamg'arma bu juda ham yaxshi imkoniyat. Mana shunaqa imkoniyati bo'lmagan yoshlar uchun, umuman o'zini ustida ishlamoqchi bo'lgan, kelib o'z foydasini tegdirmoqchi bo'lgan yoshlar uchun bu juda ham yaxshi imkoniyat. Ya'ni o'sha prezidentimiz tarafdan ilgari surilgan eng yaxshi islohotlardan biri deb o'ylayman. O'sha hozir bu aytgan gapingiz ham esimga tushdi. Ilgari o'sha boya aytgan biz yosh paytlarimizda
Faqat boy oilalar, o'sha davlat amaldorlarini farzandlari shu el yurt umididan ketardi. Hammasi emas, 90% shunaqa bolalar borardi. Boyaga aytganingizdek, o'zini imkoniyati yetmagan, lekin salohiyati borli yigit-qizlar ko'pi qolib ketgan. Men o'zimni tengdoshlarimdan ko'pini bilaman-da. Haqiqati yo'q, boshqa, baribir boshqa yo'llar bilan keyin ketib qolgan ular. Lekin mana hozir siz aytyapsiz, o'zim ham kuzatishlarim bo'yicha, hozir faqat ilmiga, bilimiga qarashyapti, o'sha salohiyatiga qarashyapti. Tanish bilishlar, unaqa qarindosh urug'chilik yoki tepadan buyruqlar emas, aynan o'sha yoshlarni o'zini kuchiga qarab yuborilyapti. Bu joyda 100% qo'shilaman. O'zimni misol qilib aytadigan bo'lsam, menda ham xuddi shunaqa. Men o'rta hol oilani farzandiman, birinchi farzandman oilamizda va bizning oilamizda faqatgina dadam ishlaydilar. Oyim, ukam, singlim bor masalan va bilardim bizda imkoniyat yo'q. Meni chet elga chiqib, chunki men bakalavrda ham chet elga o'qishga ketmoqchi bo'lganman-da. Bir nechta universitetlarga qabul qilinganman. O'zimizdagi xorijiy filiallarga, universitetlarga topshirganman, lekin men bilardim bizda imkoniyat yo'q. Ya'ni chet elda o'qishga, borishga bizni oilaviy byudjetimizga zarar keltirardi. Umuman yetmasdi ham. Boshqalarda ham shunaqa. Ha, o'sha menga o'xshagan boshqa stipendiyantlarga ham bu juda ham yaxshi imkoniyat bo'lganda. Agar men o'zimga o'zim doim takrorlashdan charchamayman. Agar jamg'arma bo'lmaganda, mana shu davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan islohot bo'lmaganda va o'sha yoshlarga alohida mana shunaqa fond yaratilib, ularni o'qish xarajatlari qoplanmaganda, men masalan hali ham balki bora olmagan bo'lardim chet elda ta'lim olish uchun va armonligicha qolib ketgan bo'lardi balki. Albatta, bu eng nimasi ishonch. Davlat rahbarini mana shu yoshlarimizga bildirayotgan ishonchi deb bilamiz va mana shu birgina ishonch uchun shuncha katta mablag' tikilyaptimi? Masalan, bir sizga, yoshlarimizga va shu narsani, ishonchni yo'qotmasdan qaytarish kerak. To'g'ri. Mana shu narsani hamma mana haligi bir jadidlarimiz haqida Germaniyaga borib o'qib, u yerlardan yana O'zbekistonga sharoit og'ir bo'lgan paytlarda ham qaytib kelgan o'sha jadidlarimiz ko'z oldingizda turish kerak-da. Mana shu narsani o'sha tengdoshlaringizga ko'proq sizlar aytsanglar, bizga gapirsangiz nasihatdagi chiqib qoladi. Masalan, faqat yoshlarni o'zi shu narsani boshidan kechirganlarni o'zi aytib tursa, bu baribir bizning milliy g'urur degan narsa bor biz ham o'zbeklarda. Mana shu narsa o'ziga singdirib oladi. O'zi umuman mana shu jamg'armaga topshirib stipendiyant bo'laman va chet elga ketaman degan odam avvalo his qilish kerakda, o'sha unga faqatgina pul taraflama xarajat qilinmayapti-da. Bekorga bu jamg'armaning nomi El yurt umidi emas. Ana. Bu degani biz qandaydir ularga umid beryapmizki, bizga investitsiya qilinyapti va u investitsiyani albatta mevasini ko'rish kerak deb o'ylayman-da davlat. Agarda qolib ketish niyati bo'lsa, chet elda bu investitsiya mevasini bermoqchi bo'lmasa, o'zini hisobidan yoki boshqa grantlar orqali ketish ham mumkin-da. Men o'ylayman, bir vijdoni bor odam bu narsani xiyonat desa ham bo'ladi. Mana shu narsa endi pulini qaytarib berish o'zi kontraktda ko'rsatilganda, endi xiyonat demayman, lekin o'zi boshida shu mas'uliyatni yelkalariga olib topshirishsa va suiiste'mol qilishmasa, menimcha nur ustiga alo nur bo'lardi. O'zim ham o'sha boshdan ketayotganimda men miyamga o'sha solib, men qaytib boraman deb ketganman. Qolish istagan bo'lganmi? Masalan, u yerda sizlarga qolish takliflarini aytishadimi, ish taklif qilishadimi? U yerda endi menda ish taklifi bo'lmagan, chunki xalqaro talabalarga o'zi ish topish o'zi qiyin. Chunki ularning o'zini talabalari ish topishga qiynalishadi. Shunaqa kursdoshim bor edi, birga o'qiganmiz fanlarda, lekin u mendan 1 yil oldin bitirgan. Men ketayotgan paytim ham hali ish topmagan edi. U yerda. Endi bu avvalambor odamni o'sha yoshlarning o'zini salohiyatiga bog'liq, chunki xalqaro talabalar ham bor, bemalol ish topib ketgan, ishlashadigan. Hozirda bilaman ko'plab Amazon, Uber, mana shunaqa Google, Facebook, mana shunaqa IT yo'nalishda faoliyat yuritayotgan yoshlarimiz yo'q emas. Va umuman boshqa yo'nalishlarda ham ishlayotgan yoshlarimiz bor. O'zingizga bog'liq. Ya'ni siz ish topasizmi, qolasizmi? Meni agar o'zimni misolimda aytadigan bo'lsam, men ish ham qidirmaganman hatto. O'zi men ketayotgan paytim universitetimda o'zi faoliyat yuritganman, universitetimda ishlaganman. Talabalarni qo'llab-quvvatlash bo'limida, tadbirlarda, umuman shu bo'limda yordamchi bo'lib ishlaganman. Professorimning rekomendatsiyalari bilan, tavsiyalari bilan ishga qabul qilishgan meni. O'sha intervyu bosqichidan o'tganman, o'tda ham. Menga lekin o'tda ishlash juda ham yoqqan.
aytdim-ku o'zi boshida umuman akademik taraflama, universitetni boshqaruv taraflama ham ular boshqa leveldada. Menga juda ham yoqqan, chunki o'zim juda ham tadbirlar organizovat qilishni, undan tashqari shu tadbirlarda ishtirok etish, talabalarni jalb qilish bu meni narsam desam adashmagan bo'laman, chunki ketmasimdan oldin men Toshkent shahridagi Inha universitetida 2 yil davomida faoliyat yuritganman. Aynan talabalar bilan, professorlar bilan ishlaganman-da. Va u yoqda shu ikkita ish tajribamni solishtirish imkoniyati bo'lganmanda. Ularda endi bitta narsa menga yoqqani, o'z boshidan bilasiz, sizda necha kun ta'tilingiz bor va u ta'tilingizni xohlagan paytingiz olish imkoniyatingiz bor. O'sha joylari yoqadi menga. Endi bu narsani balki keyinchalik bizda ham qo'llashar. Bizda nega yo'q shu narsalar? Masalan, siz mana keldingiz, ishlayapsiz, o'zingizda o'sha jamoangizda AQShda olgan tajribalaringiz yoki ko'nikmalaringiz yoki o'sha hozir aytyapsiz sharoit, imkoniyatlarni nima qilishga harakat qilganmisiz? Quloq solishadimi sizga jamoadoshlaringiz? Endi quloq solishadi, bu qaysi ma'noda bunda g'oyalarni qabul qilishadimi? Lekin o'zi boshida men birinchi o'rinda aytib o'tgan bo'lardim, o'zi tizimli ravishda davom etayotgan narsani o'zgartirish qiyinda. Uni o'zi o'zgartirish uchun yillar ketadi. Men o'zi sizga aytganimdek, endi 1 yil bo'ladi qaytib kelganimga. Lekin ishonaman, 3 yil ichida Xudo xohlasa o'sha biz olib kelgan narsalar ham amalga oshib, g'oyalarimiz asosida katta o'zgarishlar bo'lishiga ishonaman. Lekin o'zi 2 yil men u yerda o'qib qaytib kelganim o'zida men o'zgarish sezdim O'zbekistonda. Ya'ni aynan oliy ta'lim tizimida, chunki yo'nalishim o'sha ta'lim sohasiga aynan oliy ta'lim va xalqaro ta'lim bo'lgan. Juda ham katta o'zgarishlar bo'lgan. Bor, o'zgarishlar. O'zbekistonda bor. Masalan, o'sha qabul tizimida oldin masalan hamma 1-avgustda borib imtihon topshirishi, shunaqa. Masalan, men o'zim o'sha davrda universitetga kirganman-da, 3 yil yiqilganman universitetdan, ishonasizmi? 3 yil yiqilganman. U hozirgacha esishadi. Sen ko'p chunki tanishlarim 3 yil o'qishga kirolmagandan keyin tashlab ketishganda, kerak emas, kirolmayapman baribir. To'g'risi, juda qiyin bo'lgan, depressiyaga tushadigan payt bo'lgan. To'g'ri kelgan. Masalan, mana shu narsa hozir men ko'ryapman, o'qigan odam kiryapti-da. Atrofimda universitetga kira olmaganlar juda ham kam. O'zim topshirayotgan paytimda o'qishga kira olmagan talabalar, bilimi zo'r lekin kira olmagan talabalar juda ham ko'p bo'lardi. Abituriyentlardek. Hozir o'shani masalan ko'raman-da, o'qigan odam kirib ketyapti-da o'qishga, to'g'risi. Yana undan tashqari anonsi bor, tanlovi bor. Bitta universitet emas, bir nechta universitet. Hozir shunaqa, juda ham yaxshi bo'lib qoldi. Undan tashqari universitet faoliyatiga keladigan bo'lsak, registrator ofislari ochilganda, masalan, meni davrimda unaqa talabalarga xizmat ko'rsatadigan ofisda yo'q edi. Masalan, menga qanaqadir spravka kerak bo'lsa, men dekanatga borardim. Agar o'sha yerda kotiba bo'lsa, meni arizam qabul qilib qolardi, bo'lmasa kutardim. Masalanda, u qachon keladi yoki qachon mendan qabul qiladi. Hozir bo'lsa, registrator ofisi bor, to'g'ridan to'g'ri borasiz, murojaat qilasiz yoki-da Hemis tizimi bor, o'tdan elektron tarzda o'zingizga yuklab olsangiz bo'ladi. O'zbekistonda hozir shu narsalar. Shunaqa. O'sha 2 yil ichida men yo'g'imda o'sha juda katta o'zgarishlar bo'lganda. Bu narsadan men juda ham xursand bo'ldim, bilib, aynan shu sohaning ichiga kirganimdan keyin va ishonaman, bora-bora biz ham yuqori darajalarga erishamiz va hozir o'zida ham bizning yutuqlarimiz bor. Bir nechta universitetlarimiz top mingtalikka kirgan reytinglar bo'yicha. Mana shu davom etadi, Xudo xohlasa. Bizning O'zbekistonda mingtalikka kirgan universitetlar bor hozir. Bor. Men ham shu Oliy ta'lim vazirligini kengash a'zosiman. Haqiqatdan ham shu o'zgarishlar katta. Buni chetdan kuzatganda ham, ichidan kuzatganda ham bilsa bo'ladi. Oddiy o'sha yotoqxonalar mavzusi ham hozir bundan 3-4 yil oldin juda ham og'riqli. O'sha 1-sentyabrda talabalar yangi kirganlar ko'rpasini ko'tarib u yoqdan bu yoqqa yurganlari. Hozir oldindan juda ham yaxshi sharoitli yotoqxonalarni taklif nima qilishganlarini ham ko'rib turibmiz-da. On-songina borib olishyapti yoki o'zi tanlagan o'sha ijara uylarini ham pullarini to'lab berish. Bu ham boyagi siz Amerikada sharoitlar yaratiladi o'qishdan tashqaridagi degan masalangizni ham mana bizda ham ko'rib chiqilyapti, shu narsalar ham yo'lga qo'yilyapti. Yana bir bor aytaman, o'sha dunyo talablari darajasiga kelishi sizlardagi yoshlarni qo'lida. Eski tizimni o'zgartirish, o'sha boyaga aytyapsiz, qiyin bo'ladi deyapsiz. Qiyin emas, lekin ozgina o'sha harakat va qat'iylik kerak sizlardan. To'g'ri. O'zini fikrini singdirib olish, tushuntira olish malakalari ham kerak-da yoshlarda. Kattalar gapiryapti, xo'p degan bizning mentalitetda bor narsani ozgina sindirish kerak deb o'ylayman. Tushuntirib bera olishinglar kerak, nima istayotganinglarni va nima paydo bo'lishini bundan.
O'zi bu narsa o'zi psixologiyada ham borda, odam o'sha nima deydi, katta yoshlilar va yoshlar o'rtasida. Bu o'zi men o'ylayman, bu psixologik jarayon. Chunki odam nima desa bo'ladi, yomon deyishimiz yoki qabul qilmaydi deyishimiz bu oson, lekin aslida o'sha borib baribir odamni psixologiyasiga taqaladi, chunki katta yoshlilar o'rtasida ham yoshlarni g'oyalariga tayyor, ularni qabul qiladigan rahbarlar ham yo'q emasda hozir. Bor. Men bu juda ham yaxshi narsa, yaxshi ko'rsatkich. Shu sizlarga bildirilgan xalqimizni, elimizni umidi, ishonchini oqlashinglarga to'siqlar yo'q desa ham bo'ladi hozir. Yoshlarga bir o'zingizni maslahatlaringiz, men nasihat demaymiz-ku. Endi o'zimdan kelib chiqib aytaman, men hech qachon chetga borib o'qiyman deb o'ylamaganman. Orzuyim bo'lardi. Orzu qilganman, xayolimda bo'lgan va harakat ham qilib ko'rganman, lekin AQShga emas, boshqa davlatga. Bizga nisbatan yaqinroq bo'lgan. Lekin AQSh men uchun doim imkonsiz tuyulganda. Ushalmas orzu. Ushalmas orzu bo'lib tuyulgan. 7 uxlab tushimga kirmagan. To'g'risi, AQShga borib, top universitetlarda o'qib, qaytib kelishim. Lekin agar siz oldinga intilsangiz, harakat qilsangiz va mana shu jarayonda yiqilmasangiz, hamma narsa bo'lar ekan. O'shaning uchun agarda inson o'sha ichidagi kichkina o'sha xohishcha, istakchalarini oldiga maqsad qilib qo'ysa, albatta erishar ekan. Albatta u boshida imkonsiz ko'rinadi, lekin baribir harakat qilaverish kerak ekan. Harakatda hamma gap. Hamma narsa harakatda va o'sha xohish istakchalaringizni maqsadga aylantirishda. Va o'sha maqsadga ketayotganingizda o'zingizga checklist deydi uni, o'zingizga o'sha qiladigan ishlaringizni yozib olish. Birinchi o'rinda sizga nima kerak? Masalan, aytaylik, chet elga universitetga topshirmoqchi, birinchi o'rinda masalan til sertifikati kerak. Mana birinchisi. Ikkinchisida nima kerak menga? Yo'nalishi bo'yicha qanaqa sertifikat kerak? Masalan, yo'nalishlar bo'yicha har xil xalqaro sertifikatlarni talab qilishlari mumkin. O'sha narsalar va mana shu narsani qilib olgandan keyin o'shani o'ziga jadval qilib olib, vaqtlarni belgilab olib, davom etsa, hamma narsa bo'ladi. Masalan, topshirganingizdan keyin o'ylaysizda, endi mana topshirdim, menga masalan grant bermadi yoki grant berdi, qolganini to'lashim kerak, baribir sharoitim yo'q deganingizda, mana sizga davlat tarafdan imkoniyat, jamg'armada tanlov e'lon qilinganda bemalol topshirsangiz, siz xarajatlaringizni hammasini qoplab berishadi. Va shu o'rinda qanaqa xarajatlar qoplanishini aytib o'tmoqchiman. Bu yerga hamma xarajatlaringiz kiradi. Viza xarajatlari, umuman yo'l kirangiz, yashash, kitoblaringiz, o'qishingizni puli, hamma narsa, tibbiy sug'urta, o'sha siz nima talab qilinsa, hamma narsani qoplab berishadi. Va o'zimda ham hamma narsani shu tarzda qoplab berishgan. Yoshlarga birinchi o'rinda aytadigan narsam shu oldilariga bir maqsad qo'ydilarmi, u narsani oxirigacha olib borish, oxirigacha erishish. O'zim mana shu narsani qilganimdan keyin, o'zimda sinalganim uchun doim hammaga aytaman, bir narsani xohladingmi, oxirigacha bor, u seniki bo'ladi. Lekin yarim yo'lda uni tashladingmi, demak, u seni asl maqsading emas ekan, deyman doim. Chunki o'zimda ham bu narsa sinalganda, bir nimani qilaman deb yarim yo'lda tashlaman, demak, topshirganingiz shu narsaga yopishganingiz. O'shaning uchun doim aytaman, to'xtamaslik kerak. Chunki biz yoshmiz, energiyaga to'la, kuchga to'la paytimiz, harakatdan to'xtamasligimiz kerak. Imkoniyatlar ham juda katta hozir yoshlarimizda. Qani edi, yosh bo'lib qolsam degan gap ko'p gapiraman. To'g'ri, bu narsani meni ota-onam ham gapirishadi. Qani, bizda paytda shunaqa sharoitli, imkonli bo'lganda degan gaplar bor. Oxirgi savolim, surish kerak degan tendensiya bor. Biz qaytish kerak degan o'shanga qarama-qarshi tendensiyani suryapmiz oldinga. Qaysi birini tanlaysiz? Menimcha, hozir shu yerda o'tirganim o'zi qaytish kerak degan tendensiyani tarafdor ekanligimdan bir dalolat bo'lsa kerak. Surish oson, to'g'risi. Ketish oson, tashlab ketish oson, lekin qaytish, kelib olgan bilimlaringizni ishlatish, bir qisqa qilib aytganda o'zingizni, g'oyalaringizni qolganlarga tan oldirish bu mashaqqat. Bu jang. Bu jang. Chunki buni men qo'rqmasdan ochiqchasiga aytaman. Chet elda o'qib kelibdi-ku, menga nima, yoki chet elda o'qigan bo'lsa o'ziga, nima u chet elda o'qigan bo'lsa shoxi bormi? To'g'risi, bunaqa gaplarni juda ham ko'p eshitganman. Bo'ladimi shunaqa gap? Shunaqalar bo'lgan, bu hamma joyda bo'ladi deb o'ylayman. Lekin mana shu so'zlar sizni yana ham kuchliroq qiladi.
man senga hali ko'rsatib qo'yaman deydigan bir Yashaysiz. ichingizda Eng zo'r narsa shu. uyg'onadi-da. Motivatsiya bo'ladi bu. Motivatsiya Mana bo'ladi. shunaqa narsalar cho'ktirish kerak emas, aksincha sizni o'sha yuksaltirish kerak. Shu narsalar harakatingizni ko'paytirish kerak. Chunki Zo'r bor gap. davlat tashkilotlarimizda shunaqa fikrda bo'lgan xodimlarimiz yo'q emas. Lekin bu sizni boshqa xalqimiz oldida, qolgan xalqimiz oldida orqaga chekinishingizga yo'l qo'ymasligi kerak-da. Bu gaplarni eshitib, bo'ldi, mani jamiyat qabul Sindirmasligi qilmayapti kerak. degan narsa bo'lish kerak emasda, chunki u bitta odamning fikri. Siz To'ppa-to'g'ri, haqingizdagi. to'ppa-to'g'ri. Siz qolganlarni bilmaysiz-ku. 100%. Sizga to'langan pullar bu xalqning puli. Xalqqa Uni ishonchi. ichida faqatgina nima deydi, boshqa begona odamlarni puli emas, balki o'zingizning ota-onangizni, o'zingizning qarindoshlaringiz, o'zingiz ishlagan bo'lsangiz, o'zingizning pulingiz ham bor-da, u yerda. Mana aynan mana soliq shu to'laymiz-ku hammamiz. bitta yarimta mana shunaqa jamiyatni eng past odamlari deyman-da, men bunaqa odamlarni nima deydi, chaladigan odamlarda, bular yoshlarga to'siq bo'ladigan, bosadigan. Mana shunaqa odamlarni deb ko'plab yoshlarimiz yana qaytib ketib o'sha surish kerak degan nimani g'oyaga ergashib ketib qolyapti-da. Mana shu narsani aytib o'tishingiz to'ppa-to'g'ri zo'r gap bo'ldi. Bitta odamni deb sinib o'sha odamga nafrat bilan bu yoqdagi o'sha 31 million xalqingizni sizga ko'zini umid bilan qarab turgan odamlarga xiyonat qilib ketish kerak emas. To'g'ri. Men ham shu narsani aytmoqchi bo'ldim. Chunki shunaqa yoshlarimiz ham bor, shu gaplardan xafa bo'lib, motivatsiyasi tushib ketib, bo'ldi, ishlab bersam bo'ldi ekan deb, to'liq potensialini ishlatmay, shunaqada. Chunki o'zim ham boshimdan o'tganda, boshida kelganimda juda ham o'sha 1-2 oy, bir yarim yil davom etdi bu narsa. Chunki men yoshlarni tushunaman, ba'zilari o'zini ota-onasi bilan ham chiqish olmay qoladi-da, qaytib kelgandan keyin. Chunki shunchalik darajada dunyoqarashi o'zgargan, shunchalik darajada o'ziga ishonch bilan qaytgan. Umuman chet eldan qaytib kelayotgan yosh boshqacha bo'lib keladi-da. O'sha ota-onalargami, o'sha umuman ish beruvchilargami aytgan bo'lardim, ularni qaysidir nima deydi, ma'noda tushunishga harakat qilishlarini. Chunki bu narsa isbotlangan ilmiy taraflama. Mana men boya aytdim, madaniy shok dedim, ya'ni culture shock. Lekin qaytib kelgandan keyin xalqaro talabalarning eng muammosi reverse culture shock degan narsa bor. Bu ya'ni qayta o'zingizni davlatingizda, ya'ni o'zingizni tug'ilib o'sgan joyingizda shokka tushishni boshlaysizda. Chunki siz oldin yashab yurganingizda ko'rmagan narsalaringiz chet elda yashab kelganingizda ko'rish boshlaydi. Hamma narsa sizni asabingizga tegishni boshlaydi, qabul qila olmaysiz. Nimaga men o'zi qaytib keldim degan narsa ham o'tadi-da ba'zida ichingizda. Chunki siz shoqqa o'rganib kelgan bo'lasiz. Lekin mana shu jarayondan o'tishni o'zi qiyin. Lekin afsuski bizda mana shu jarayonda qo'llab-quvvatlaydigan odamlar kam. Endi kimdirlarning ota-onasi qo'llab-quvvatlaydi, sharoit qilib beradi, tushunishga harakat qiladi. Lekin kimdirlar ota-onasi tushunmaydi, meni bolam tarbiyasi buzilibdi, tili uzun bo'lib qolibdi, gap qaytaradigan bo'lib qolibdi deydigan holatlar ham yo'q emas. Va o'sha jarayonda men iltimos qilgan bo'lardim. Bizda hozir internet rivojlangan. Internetga kirib ruschada yozsangiz ham, inglizchani bilmasangiz ham, mana shu jarayon haqida ma'lumotlar ko'pda. O'qib chiqishlarini, o'sha paytda ularni qaysi ma'noda tushunishga harakat qilishlarini, hatto o'sha hech bo'lmaganda o'sha jarayondan o'tib olishguncha sabr qilishlarini men iltimos qilgan bo'lardim. Bu narsani o'zi umuman, masalan, AQShni oladigan bo'lsam, AQShni talabalari chetga chiqib, qaytib kelganidan keyin ularda shunaqa xizmat ko'rsatadigan tashkilotlar bor. Umuman qaytib kelgandan keyin yoki aytaylik, ishxonalarda xodimlar bilan ishlaydigan xizmat ko'rsatadigan bo'limlar bor. O'shaning uchun bu narsa ularda yo'lga qo'yilgani uchun ular nisbatan osonda. Bizada hali bu narsa mana o'zingiz ta'lim sohasida ishlayotgan ekan, shu narsalarni yo'lga qo'ying. Xudo xolisa harakat qiling, shunaqa o'zingizga o'xshaganlarni qo'llab-quvvatlash uchun. Rahmat sizga. Sizga ham rahmat taklif qilganingiz uchun. Juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Baribir chet elda o'qib kelgan yoshlarimizni dunyoqarashlari boshqacha. Ota-onangizga rahmat. Sizni mana shunaqa chiroyli tarbiya berishgani uchun. Ayol kishi uchun baribir ham birinchi o'rinda oila deb hisoblayman. Siz qanaqa qaraysiz bunga? Karyerami, oilami? Endi bu men uchun to'g'risi bunaqa savol berish umuman o'rinsiz deb hisoblayman. Chunki karyera, oila nimaga tanlashim kerak deyman-da doim. Buni menimcha hamma o'zi biladi. Oila ulug' umuman bu faqat ayol kishi uchun emas, erkak uchun ham oilasi birinchi o'rinda bo'lishi kerak degan qarashdaman men.
Zo'r gap. Faqat qizlar uchun emas. Bir-biriga xalaqit qilmaydi sizga. Ha, Vaqti yo'q. kelsa oila ham bo'ladi, vaqti Vaqti kelsa kelsa o'qish ham hamma. bo'ladi. Shunaqa. Bir-biriga qarama-qarshilik yo'q sizda. Amiraxon, rahmat. Bugungi suhbatimiz juda ham qiziqarli bo'ldi. Soatlab gaplashishimiz mumkin. Chunki o'zim ham 3 ta farzandim, mana o'g'lim, qizim va kelinim bu yil institutni tugallashdi. Ularni ham oldida o'sha magistraturani chet elda o'qishmi, o'zimizda o'qishmi degan masala turibdi. Juda ham xursandman sizdagi yoshlarimiz borligidan, sizdagi yoshlarimiz o'sha vatanparvar, millatparvarlik his-tuyg'ular bilan to'lib toshganidan va dunyoni o'zgartiraman deb yana O'zbekistonga qaytib o'sha o'zimizni yurtdoshlarimizga xizmat qilishayotganidan faxrlanaman. Ishlaringizga rivoj, o'qishlaringizga ham rivoj. Alloh sizni yo'llaringizni ochsin, yana boring, yana yaxshi universitetlarda o'qing, bilimingizni, malakangizni oshiring va yana tilagim O'zbekistonga qayting. Rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuv haqidagi fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozing va keyingi suhbatdoshlarimiz kim bo'lishini bizga tavsiya qilsangiz xursand bo'lardik.